Mana bugun Nexia 3 avtomobilimizni olib qo'yganmiz. Buni yon boshidan avariya bo'lgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Balonlari ham qiyshayib ketgan. Buni o'zi hamma narsasini yechib oldik. Krel yangi qo'yamiz. Buferlari ham yirtilgan joylari bor. Buferni o'zini yamaymiz yirtilgan joyini. Endi bunga nima ish qilayotgan bo'lsak, hammasini video davomida ko'rsatib boraman. Mana o'zi hamma narsasini ham yechib oldik. Mana avvalgi urilgan krelosi. Mana yangi narsalarni ham olib keldik. Yangi krelosi manaki. Endi hamma narsasini joy-joyiga qo'yib teramiz. Oldik, tayyor bo'ldi bu ham. Krelolarni ham bir-bir qo'yib ko'ryapmiz. Zazorlar hammasi yaxshi. Buferni ham ozroq yirtilgan joyi bor edi. Bularni ham yamab, ozroq shpatlovka qilib, endi kraskazni tayyorlaymiz. Mana akalar, Nexia 3'imiz ham tayyor bo'ldi. Buni oldik, kreloga kraska sepdik. Mana oldingi krelosi. Oldin avariya bo'lgandi. Keyin buferni ham yamadik. Yamab kraska sepdik. Ko'rsalarim mumkin. Hammasi chotki chiqdi. Bu mashina ishimiz ham tugadi.